Assalomu alaykum aziz vodiylik muxlislar. Har yil bizni konsertimizga tushadigan, har yil ota-onasini, oilasidagilarni konsertimizga yuboradigan do'stlar. Bu yilgi konsert dasturimizga ham sanoqli kunlar qoldi. Ya'ni 4 ta konsertimiz bo'lib o'tadi. 25-26 fevral kunlari soat 14:00 va 18:00 da konsert dasturlarimiz bo'lib o'tadi. Barchangizni kutib qolamiz Farg'ona shahrining eng go'zal maskani. Har yil konsertimiz bo'ladigan maskanda, ya'ni Islom Karimov nomidagi chiroyli konsert zalda sizlarni kutib qolamiz. Konsert haqidagi batafsil ma'lumotlarni konsert tashkilotchilarimizdan so'rab bilib olishlaringiz mumkin. Raqamlarni qoldiramiz. Xudo xohlasa bu yil ham sizlarni xursand qilib, rahmatingizni eshitib, duoingizni olib Xorazmga qaytamiz. Konsertda ko'rishguncha sog' bo'ling. Voy voy uzumsan, qara kishmish uzumsan, qarang qizlarni eng sarasi uzumsan.